Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa bayram tuhfasi beriladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling va pullaringizni oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishdan o'tmang. Diqqat qiling, Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand oilalarga, bemor bolalar va masjidlar uchun 690 milliard so'm ajratildi. Qurbon hayiti munosabati bilan 10 ming nafar og'ir kasal bolalarga jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. 2300 nafar onkologik bemorlar davolanadi. Kamida 350 nafar bemorga jigar va buyrak transplantatsiya qilinadi. 8 ming nafardan ortiq yetim bolalar hisobiga $200 pul tushiriladi. 500 dan ortiq masjidda tahoratxona qurish va ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Kam ta'minlangan va yolg'iz keksalar oziq-ovqat bilan ta'minlanadi, deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabin, kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videorolikni barcha yaqinlaringizga ulashib, ogohlantirib qo'ying.